Aynan ushbu kadr Samsung S25 Ultra da olinyapti. Hozir ushbu telefonimizni iPhone 15 Pro Max bilan solishtirib ko'ramiz. Kamerasi qay darajada bir-biridan farqi borligini. 0.6 kamerada yozyapti hozir. Mana bu 1x da, mana bu 3x da video zapis qilyapti. Hozir 10x ga ham o'tkazib ko'ramiz. 10x ga ham plavniy o'tyapti. 20x ni ham yaqinlashtirib ko'ramiz. 20x da kачествоsi qanaqa bo'lishini ko'ramiz. Aynan ikkinchi kadrimiz iPhone 15 Pro Max kamerasida yozilyapti. 0.6 kadr bilan yozilyapti. Hozir birma-bir ko'rsatib o'taman. 1x ga o'tkazdim. 2x dagi holati va 5x dagi holati hamda telefonimizda 10x dagi holati qay darajada yozayotganligini ko'rishimiz mumkin. Va 0.5 kачествоda yozayotgan holati. Aynan kommentariyalarda yana qaysi telefonda shunaqa kamerasini test qilib ko'rishimiz kerak. Ya'ni Samsung va iPhone modellaridan plus qoldirib yozadigan bo'lsangiz, xudo xolisa kelasi videolarimizda ushbu videolarimizni ham kачестволarini to'liqroq qilib tushuntirib o'taman. Hozirgi aynan videomiz 25 Ultra hamda 15 Pro Max haqida bo'ladi.